Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bu videomiz darvozachi usta akaga qo'limizdan kelgancha ozgina life hack desak ham bo'ladi. Hop, bu qo'limdagi narsa, oxirida aytaman nima narsaligini. Hop, bu darvozaga qo'yiladigan zamok, stimul zamok. Hop, juda kam holatda bo'ladi-ku, lekin ba'zi rost tiqilinch bo'lib qolganda zamok bo'lmay qoladi ishxonada. Darvozani zamogini ochish kerak, svarka qilgandan keyin. Darvozamiz zamokka bu narsani biz qolib qo'ydik. Hisob. Mana zamok tushadigan joyimiz. Linani to'g'rilaysiz. Tizib kesib o'rayasiz. Zamok bo'lmagan holatda. Oldiga bo'lganda mana shu holatda shunday qo'yasiz. Mana. Oldi tomoni ham ponni tizasiz, mana teshiklariga biriga bir to'g'ri keladi. Xudo xolasa video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, komment yozishni unutmanglar. Qo'limizdan kelgancha ozgina life hack bo'ladi degan umiddamiz. Lekin qadimgilar maqoli bor-ku, ish qila olgan so'z bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar degan. Oddiy narsa 1.8 listdan yasalgan. Sog' bo'lasizlar.